Yo, barchaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Sezik. Bugungi videomizda Olmos qishlog'ida nima desam bo'ladi? Ikkinchi qismini olamiz. Bugun qanday voqealar bo'ladi bilmadim. Like bosasizlar deb umiddaman. Qani bo'lmasam serialimizni boshlaymiz. Let's go. Telefonimni olaman. Alo. Qalaysan, Sezik, yaxshimisan? Nega uyga chiqarib qo'yding? Uzr endi. Qalaysan, Jitol? Ha, hozirgina sen menga bir telefon qildi. San tezroq Erdiyoniga borar ekansan. Bilmadim nimaga chaqirganin sani. Xullas sen borasan ekan. O'zi menga aytib qo'ydi. Xo'p, bo'lmasam rahmat. Xayr, Jitol, sog' bo'lasan, bo'lasan. Xo'p, xayr. Obunachilarga kim chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Hozirchalik biza yaxshiyamki men ekinim yo'q. Men boshqa kunlari ekin qilgan bo'lar edim. O'zimni maktabimda o'tganim bu nimasi? O'zimni oldingi qishlog'imda umuman ko'rmagan bo'lsam kerak. Endi xudo xohlasa olaman. Hozirchalik men chaqirayotgan ekan, boramiz. Obunachilar, 200 ta bo'lishimizga ozgina qoldi, 170 ta ishda dirham obunam bo'ldi. Kelinglar birinchi bo'lib bizda nima qilishimiz mumkin? What the fuck? Qayerdan topdi? What the? O'zimiz qayerdan keldi? Hozir kimiki deb ko'ramiz. Hojitel, kimiki endi bo'ldi meniki. Sabrsizlar. What the? Nimadir bo'lishini ko'rishim kerak. What the fuck? Oddiygina joy ekan-ku, shuncha bo'lsa men. Endi oddiy shunchaki obunachi anda bunday joy qilib qo'yishgan ekan, lekin nimaligini bilmasdim. Endi obunachilar buni nima qilamiz? Bu menimcha merdiki bo'lsa kerak. Hozir aytamiz sizga merdi. Boramiz. Obunachilar like bosasizlar deb umiddaman. Bizning maqsadimiz birga bo'lish. Qatnashda. Let's go. Obunachilar. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Ha, qalaysan, Sezik? Yaxshimisan? Nega videolar chiqarmay qo'yding? Yomon prosmotr kam bo'lyapti senda. Men seni kuzatyapman. Rahmat, mer. Nimaga chaqirdingiz shunda meni? Sen qasddir yetildi. Qandaydir olmos bloklarini o'g'irlab olibsan. Mana buni men? Ha, shu xuddi o'sha. Shuning uchun sen bor yo'qdan meni yo'libdi. Tezda. Nimaga desa shunchalik o'g'ir ekansan, bu qishloqda senga joy yo'q. Tezda o'zingni qishlog'iga ketishing mumkin. Nega mer, iltimos haydamen endi. Buni men shunchaki topib oldim, yo'lda yurib ketayotgan. O'z-o'zi oyog'im tagidan chiqib qopti. Mana qarasam invertlarimda shu olmoslar turibdi. Xullas, gap bitta. Tezda qo'yib olmaslarni tezda yo'qol ko'zimda. Hali shuna qilyapsizmi? Ha, yo'qol. Hali ko'ramiz. Hali obunachilar men haydayaptim. Ko'ramiz. Sizlar menda bir fikr bor. Nima qilishni zo'r. Qaranglar, kechqurun o'zim aytaman. Videoda o'chirib turaman. Xo'p, obunachilar, men hozir bir narsa zakaz qilib qo'ydim. Uje keldi. Menimcha, hozir ko'ramiz zada. Let's go. O'zi menimcha kelgansa kerak. Hozir telefonda menga aytishdi. Xuddi shu bu olovli obunachilar. To'xtatib turaman. Xo'p, obunachilar, mana bu olovlim. Men qarang, diamond sword. Bir mana sigaret mana. Ko'ryapsizlarmi obunachilar? Oh my god, oqatoldik. Hozir mer mana qishloqdan haydadi, to'g'ri obunachilar. Endi men uni haydayman. Hozir biz shuni qilib piyamiz. Mana xalaqit bermaydi. Bemalol yoniga borishim mumkin. Kelinglar, boshqa bu g'alati chiroylarni unutdi boshqa vaqt.
Xo'p, mana shu oshqovoqni olamiz obunachilar va buni kallamga taqaman. Sendan daraxtda taqadi. Salom. Voy, kim bu deyaptimi? Nima deyapti? Xo'p, buni taqam. What the fuck? What the fuck uxlamayapti. Nima? Pulini olamiz. Ay kalla. What the fuck? Qani kiramiz. Pulini ko'tarotama. What the fuck? Boshda. Juda bo'lmaydi. G'alati qo'yibdi. Assalomu alaykum. Ratishkam, qo'lingni ko'tar. Hozir menga bor narsani chiqar. Bo'lmasam seni mana shunday qilishda tang solib o'ldiraman. Ber narsalaringni. Bo'qim ham ko'rmayapsiz. Ber tezroq, ber. Sen juda kimdirgadir o'xshatyapman men seni. Nega o'xshatasan? Sen zikmasman. O'zing aytib qo'yapsan. Yo'q, men sen zikmasman. Men o'g'riman, o'g'ri. Ber narsalaringni chiqar. Uzr, bera olmayman. Yo'qol ko'zimdan ko'rinma. Hali shunaqami? Shunaqa. Men o'zingdan ko'r. Ajab bo'lsin. Endi nima qilamiz? O'g'irlik qilamiz. Endi qishloq monika. Nima olamiz? Hech bala kerak emas. Shunchaki obunachilar, endi men bu yerda qishloq. Bu yerda mer mana obunachilar. Like bosinglar, bosinglar degan umiddaman. Nu obunachilar bo'ldi. Mana merni ham ketkizdik. Endi qanday nimalar qilamiz? Endi ma'lumot. Bu yerga yangi mer keladi ertaga o'zi menga telefon qiladi. Nimaga desanglar, ana bu mer men o'g'irlik qilmadim, o'zlar bildinglar. Yo'limdan chiqib qoldi, shunchaki yo'limdan chiqib qolgan narsani o'zicha sen mana shuni o'g'irlading dedi. Nu xolos obunachilar, video to'xtatib turaman. Xo'p, obunachilar uyga borishimiz kerakmi? Bir ishni hal qilib kelyapman. Qanday ish desanglar, bilishlar shart emas. Nu obunachilar hozir boramiz, uxlaymiz, uxlaganimizdan so'ng ertaga keladi mer. Xullas, ertalab videoda yoqaman. Obunachilar turib oldim, nima qilishni bilmayapman. Menimcha yangi mer kelgan bo'lsa kerak, telefonni qilyapti. Alo mer, assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Sen sezikmisan? Ha, men sezikman. Nega? Meni oldimga kir. Xo'p, hozir kiraman. Siz yangi mermisiz? Ha. Xo'p. O'tdi. Yana yangi mer. Mayli. Menimcha yaxshi bo'lsin-da. Yomon bo'lsa, men bilmadim. Lekin yomon bo'lsa ketdi. Gapimga javob beraman. Buni o'zini uyga qo'yib qo'yaman. Mashton. Xo'p, obunachilar, buni qayerga qo'yishni bilmayapman. Makka qo'yib qo'yaman. Birinchi merga kiraman. Xo'p, obunachilar kiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yangi mermisiz? Ha. Negadir ovozingiz boshqacharoq? Ha, boshqa qishloqlarga o'xshab boshqacha ovozim. Boshqa qishloqlarda ovozi bir xil ko'rinmasa, sizniki boshqacha bo'lishi mumkin. O'zi yoshligimdan shunaqa ovozli tug'ilganman. Aha. Juda yo'g'on va ingichka. Bir ingichka kelyapti, bir yo'g'on kelyapti. Sen zikmisan sen? Ha, men zikman, boya telefonda o'zingiz telefon qildingiz. Sen 200 ta bo'lishingga harakat qilishganman, men ham obuna bosganman. Rahmat. Sizlar ham obuna bosinglar, obunachilar. Hozir video olyapsanmi? Ha, video olyapman. Hozircha 9,5 minut bo'layapti. Bo'pti. Mana oynani o'ynab qo'y. Keyingi videolarda obunachilar endi o'ynaymiz, nima ekanligini bilmadim. Siz yaxshimisiz bilmadim, yomonmisiz, xullas xayr. Mer hisoblanasiz. Bo'pti. Obunachilar, endi men nima qilamiz bilmadik. U mer menga umuman yoqmadi, ovozi oho degan g'alatiroq. Nimagaligini bilmadim. U meni o'shtaqa tuqqan olam deyapti-ku, bilmadim. Assalomu alaykum jitir, sog'misan, omonmisan? Qalaysan sen? Men yerda kim o'ldirdi? Men o'ldirdim, nima desang, o'zicha kimdirda puli yo'qolgan ekan, yerdan topib olsam, merga olib bormoqchi bo'ldim.
va men o'zini telefon qilib menga gapirdi, yonimga keldi deb. Borsam yoniga o'zicha sen mashina o'g'irlabsan deb berdi-da. Ha, juda yomon bo'pti, lekin yangi mer kelibdi. Ovozi juda g'alati. Juda kimdirgadir o'xshatyapmanmi? Haligi o'g'ri kelgandi-ku, sen videoga olmaganing. Hozir videolayotgan bo'lsang kerak. Ha, videolayapman nega? Shunchaki men bilaman-da, seni kuzataman har doim juda 200 ta bo'lging keladi. Hozirchalik prosmotrlar kam, ba'zilarida 2000 ta, 1000 ta prosmotr bo'layapti. Yonimga kelma. Voy, uzr. Mana bu nimalar ketib qoldi ekranimda. Xullas, xayr. Sog' bo'lasan degan umiddaman. Ha, mayli bo'pti, sensiz sog' bo'l. Xo'p, xayr. Obunachilar, sizlarga men o'zim haqimda ma'lumot bermoqchiman. Videoni to'xtatib turaman. Hozirgi videolarimizda keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr. Xo'p, obunachilar, hammaga xayr. Nimaga o'zim haqimda men ma'lumot bersam. Men 2014-yilman. Ismim Rayonna. 22-maktab Muhammad Yusuf maktabida o'qiyman. Andijon viloyati Marhamat tumanida yashayman. Xullas, men marhamatliman, xullas nima desam bo'ladi. Hop, mana ma'lumotimni ham berdim. Bemalol savollar berishinglar mumkin, lekin boshqa videoga shorts qo'yaman. Menga bemalol savol berishinglar mumkin deb o'shunda xullas tug'ilgan kunimni ham aytaman. Yaqinda 29-mart men tug'ilgan kunim. Bugun 19 bo'lsa kerak, ertaga 20, уже 10 kun ham qoldi tug'ilgan kunimga. Meni eng chin o'rtog'imga salom yo'llayman. Salom Shrina, yaxshimisiz? Sog'misiz? Minecraft o'ynamayman demang. Men ham o'ynagim kelmayapti. Lekin video olishim kerak-da. Hozir ham qo'lim video olmasdan oldin iyicha mashq qildim, aytsalar. Mana bu qo'lim katta bo'lib ketdi. Juda nima ekanligini bilmadim. Mana bu narsalar ham juda kattami, kichkinami tushunmayapman. Yaqinda Minecraft o'chirib yuborsam kerak. Robloxdan ham oddiy videolar, yuzimni ko'rsatib videolar qilyapman. 200 ta bo'lsam tezroq yuzimni ham ko'rsataman. Shrina, xullas menga xafa bo'lmaymandan, atvet qaytarmayotganimga yaxshi yuribdimi? Kimligini bilasiz. Bilsangiz kerak. Hammaga xayr, obunachilar. Bugungi videomizda men o'sha sizlar bilan sensiz bo'ldim. Ana bu ikkinchi mer ovozini kim o'xshatdi desanglar, uni sandik. Iltimos, meni aytayman, merda rolini o'ynay, iltimos dedi. Keyingi videolarimizda albatta sandik bilan videolarimiz, lekin Robloxda emas, Minecraftda, to'g'rimi? Gapir, salomlashaylik. Hello barchaga do'stlar. Men akkauntim ketgan bo'ldi. Ban yeb ketgan bo'ldi. Tugadi. Men endi hamma podpiskasini qaytarib olsa ham bo'ladi. Obunachilar, meni akkauntim yaqinda qaytarib olaman. Obunachilar, haligi ikkinchi akkauntimdan narga senzik Roblox bir balayimni sanik qilib, mana bu sanikka akkauntim bermoqchiman. Nima desanglar, ana shunda video oladi. Nimaga desanglar, bu ham bloger. Sanik pastkicha 2017 deb yozsanglar chiqadi bu akkauntda. Juda kulgili videolar. Plus hammaga xayr, obunachilar. Bugun sizlar bilan senzik Minecraft bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lgan bo'lsangiz rahmat.